4-chi bab. Podsho Nebukadnezar yer yuzida yashaydigan har qaysi xalq, har qaysi millat va har xil tilda so'zlashadiganlarga mundaq deb jakarladi. Hammanglarga doim asoyishlik bo'lsin. Men ulug' Xudoning menga ko'rsatgan mo'jizalari va bishoratlarini sizlarga xushallik bilan so'zlab beraman. Ne kadar ulug' uning bishoratlari, ne kadar kudretlik onun karametleri. Mengülüktür onun padşalığı, evlattın evlatça davamlışar hükümrallığı. Men Nebukadnezar ordamda bayaşat ve rahat yaşavatkan idim. Bir günü keçide korkunçluk bir çüş kördüm. Çüşümde kögen gayibane alametlerden şundak korkup kettim. Men Babildiki barliq hükümalarını oldimga chaqirtib kelib, tushimga ta'bir berishga buyurdim. Shuning bilan sehrgar, palchi, baxshi va munajimlar oldimga kelishdi. Men ularga tushimni deb berdim. Ammo ular tushimga ta'bir berolmadi. Oxirda Danyal huzurimga keldi. Men ilohimning ismiga o'xshatib, uningga Belteshazzar deb ism qo'ygan edim. Uningda muqaddas ilohlarning ruhi bor ekan. Men tushimni uningga deb berdim. Men uningga: "Ey hukmlarning ustozi Belteshazzar, senda muqaddas ilohlarning ruhi borligini bilaman. Sen yeshalmaydigan hech qanday sir yo'q. Tushimga ta'bir bergin." Men tushimda zeminning o'ttirsida nihoyat egiz bir daraxtning turganligini ko'rdim. U daraxt to'xtamay zo'rayib, o'sib, uning uchi palakka taqashdi. Bu daraxtni zemindagi barliq kishilar ko'ralatdi. Uning yo'pirmoqlari ko'rkam, mevalari g'uchchida bo'lib, hamma jonliqlarga oziq bo'ladi. Yovvoyi hayvonlar uning ostida saydatdi. Osmondagi qushlar uning shoxlariga changa tizatdi. Har xil jonivorlar uningdan oziqlanadi. Men o'rnimda yetib, ko'z oldimdagi bu manzarani o'ylayotdim. Shu paytda osmondan bir ko'zatuvchi farishta tushdi. U yuqori ovozda: "Bu daraxtni kesinglar. Shoxlarini tutanglar, yo'pirmoqlarini tushirvitinglar, mevalarini qiqvitinglar. Hayvonlarni soyisidan va qushlarni shoxlaridan qo'g'livitinglar. Ammo daraxtning ko'tiki bilan yiltizlariga tegmanglar. Ularni to'mir va tuch bilan chambarlab, o't cho'plar orasida qoldiringlar. U shabnamlarda ho'l bo'lib, yovvoyi hayvonlar bilan birga o'simlik orasida yashsin. 7 mezgil ichida u insonning tafakkurida emas, balki hayvonning tafakkurida yashsin" dedi. Mana bu dunyo podshohliklarining hukmroni bo'lgan ulug' Xudoning yer yuzidagi podshohliklarni xalgan odamga, hatto to'van tabaqadagi odamlarga berdiganligini hamma odamga bildirish uchun bu qarorni farishtalar orqali jakarligidir. Bu men podsho Nebukadnezar ko'rgan tush. Mening tushimga podshohligimdagi hech qaysi hukmlar ta'bir berolmadi. Sen Belteshazzar mening tushimga ta'bir bergin. Faqat senla bu tushimga ta'bir beralaysan. Chunki senda muqaddas ilohlarning ruhi bor, dedim. Danyal, ya'ni Belteshazzar birdam tinib qoldi va o'zining xiyolidan qo'rqib ketdi. Podsho uningga: "Belteshazzar, tushim va tushimning ta'biri seni cho'chitib qo'ymasin" dedi. Belteshazzar javoban mundaq dedi: "Podshohim, men bu tush va tushlarimning ta'birining sizlarga emas, balki dushmanlarning beshiga kelishini umid qilatdim. Tushlarida ko'rgan daraxt to'xtamay zo'rayib,
o'sibdi. Uning uchi palakka taqishibdi. Uni zemindagi barliq kishilar ko'ralaydi ekan. Uning yopirmoqlari ko'rkam, mevalari g'uchchida bo'lib, hamma jonliqlarga oziq bo'la oladi ekan. Yovvoyi hayvonlar uning ostida soyidaydi ekan. Uning shoxlarida osmondagi qushlar changa tizibdi. Podsho oliylari, u daraxt bo'lsa, sili o'zlaridir. Sili zo'rayib, ulug'lashib, huquqlari arshgacha yetibdi. Hükümranlıkları zeminin en çetigiçe yetip beripti. Podsho oliylari sizli bir periştenin osmondan tushganligini ko'ribla ve onun mundaq deganligini anglabla. Daraxtni kesib tashlab, uni vayron qilinglar. Ammo daraxtning ko'tiki bilan yiltizlariga tegmanglar. Ularni tömür ve tuch bilan chambarlab, o't cho'plar orasida qoldiringlar. U şebnemlerde höl bolsun. Yovvoyi hayvonlar bilan birga u yerda 7 mezgil yashsin. Podshoh oliylari, mana bu ulug' Xudo sizlarning boshlig'iga kelishini bekitgan ishlardir. Ko'rgan tushlarining ta'biri mundaqdir. Sizlar insonlar orasidan qo'g'lindilar va yovvoyi hayvonlar bilan birga yashaydilar. Sizli kalığı o'xshash o't çöp yeydilar. Şebnemlerde höl boludilar. 7 mezgilden keyin sizli dünyadaki barliq podshohliklarga hükümranlık qilg'uvchining faqat ulug' Xudo ekanligini, u podshohliklarini xohlagan odamga berdiganligini tonib yetidilar. Farishtaning daraxtning ko'tiki va yiltizlarini qoldirib qo'yinglar degini bo'lsa, sizli erishdiki Xudoning hukmronligini itiraf qilgandan keyin podshohliklarining o'zlariga qaytirib berilganligini bildirdi. Shuning uchun podsho oliylari mening nasihatimni qabul qilg'aylar. Gunohlardan qo'l uzib, adolatlik ish qilg'aylar. Yomonlik qilishdan yenib, kambag'allarga shafoat qilg'aylar. Shunda qilsilari balkim davomliq ro'naq topidilar. Bu ishlarning hammasi podsho Nebukadnezarning beshiga keldi. 12 oydan keyin u Babildagi ordisining o'g'zida aylanib yurib, mundaq dedi: Ulug' Babil shahriga qaranglar. Bu poytaxtni men kuch qudratim va shon sharifimni namoyon qilish uchun soldirgan emasmidim? Uning gapi tugmay turibla, osmondan bir ovoz keldi. Podshoh Nebukadnezar, men sana deb qo'yay. Sening podshohliging sendan tortib elindi. Sen insonlar orasidan qo'g'linib, yovvoyi hayvonlar bilan birga yashaysan. Kalığı o'xshash o't cho'p yeysan. 7 mezgildan keyin sen dunyodagi podshohliklarga hukmronlik qilg'uvchining ulug' Xudo ekanligini, u podshohliklarini xohlagan odamga berdiganligini bilib yetsan. Bu ish shu an podsho Nebukadnezarning beshiga keldi. U insonlar orasidan qo'g'landi. Kalığı o'xshash o't cho'p yedi. Uning teni shabnamlarda höl bo'ldi. Uning sochlari o'sib, burkutning paylaridek tirnoqlari o'sib, qushlarning tirnoqlaridek uzun bo'lib ketguncha bu ahvol davomlashdi. Belgilangan muddat to'shqanda men Nebukadnezar ko'zimni osmonga tikdim. Kallam sagaklashdi. Ulug' Xudoni madhiyalab, mangu yashaydigan Xudoga shukr etdim va uni ulug'ladim. U mangulik hukmrondir. Uning podshohligi avloddan avlodgachadir. Zemindagi butkul insonlar uning oldida hech nimaga arzimasdir. Jannatdagi farishtalar va zemindagi insonlarni qanday qilishni xolasa, u shunday qila oladi. Uningga hech kim qarshi tura olmaydi. Sen nima qilgan eding deb
uningdan hech kim so'rayolmaydi. Kallam sagakleşkendin keyin şan şerifim, podshohligim asliga keldi. Maslahatchilarim va amaldorlarim meni izlab kelishdi. Men qaytadan podshoh bo'lib, shuhratim burunqidanmi oshdi. Hozir men Nebukadnezar arishdagi podshoh Xudoni maqtayman, matiyalayman, ulug'layman. Uning tutgan yo'li, qilgan ishlarining barligi haqdir. U takabburlarning hayvisini sundurishga qodirdir.